Aholi bilan ochiq muloqotni kuchaytirish, ularning murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish va mavjud muammolarga tezkor yechim topish maqsadida Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali tomonidan alohida reja asosida joylarda sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Navbatdagi sayyor qabul Samarqand shahridagi Do'stlik mahallasida bo'lib o'tdi. Unda filial direktorining birinchi o'rinbosari Yusuf Daminov mahalla aholisining gaz ta'minoti bilan bog'liq muammolarini tingladi. Fuqarolar tomonidan tabiiy gaz bosimining pasayib ketayotgani, elektron gaz hisoblagichlarida uchrayotgan texnik nosozliklar hamda hisob-kitob bilan bog'liq masalalar yuzasidan murojaatlar yo'llandi. Sayyor qabul davomida mahalla aholisidan 20 ta murojaat kelib tushdi. Shulardan 15 tasi shu joyning o'zida ijobiy hal etildi. Qolgan 5 ta murojaat qo'shimcha o'rganish talab etgani bois nazoratga olinib, ularning ijrosini ta'minlash uchun mas'ul xodimlar biriktirildi. Aytish joiz, aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, mavjud muammolarni joyida bartaraf etish hamda gaz ta'minoti sifatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.